Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, o'zbek futboliga ixlosmand bo'lgan barchaga biz eng tezkor yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Mabodo kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosgan holda obuna bo'ling va eng qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi O'zbekistondan qo'rqmoqda. 5-iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida Birlashgan Arab Amirliklari termasi bilan bahs olib boradi. O'yin sanasi yaqinlashgan sayin ushbu muhim bahsga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ayni damda minglab o'zbekistonlik ishqibozlar o'yinni stadiondan kuzatish umidida bilet masalasini hal etish bilan band. Ammo Birlashgan Arab Amirliklari tomon bu o'yinga o'ziga xos nayrang bilan yondashmoqda. Bir necha hafta avval Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi o'zining asosiy stadioni bo'lgan 42 ming tomoshabinga mo'ljallangan Muhammad bin Zayd stadionidan voz kechib, o'yinni atiga 12 ming muxlis sig'adigan kichik stadionga ko'chirishga qaror qildi. Nega aynan kichik stadion tanlandi? Sababi oddiy. Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi o'zbekistonlik ishqibozlarni stadiondagi kuchli qo'llab-quvvatlovdan xavotirda. Ular yaxshi bilishadi. Xalqaro maydonda O'zbekiston ishqibozlari o'z jamoasini qanday g'ayrat bilan qo'llab-quvvatlashadi. Shuning uchun ham stadion sig'imini cheklab, mehmon muxlislar sonini kamaytirish yo'liga o'tishgan. Yana bir tarqalayotgan xabarlarga ko'ra 5-iyun kuni bo'lib o'tadigan Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston uchrashuvi uchun chiptalar sotilayotgan yagona platforma Ticketmaster sayti o'zbekistonlik muxlislar uchun Al Nahyan stadionidan 24, 25 va 26-blok sektorlarni ajratgan edi. Sayt orqali tarqatilgan ma'lumotlarga ko'ra, mezbon sektorlardan chipta xarid qilgan mehmon jamoa muxlislarining chiptalari bekor qilinadi va mablag' to'liq qaytariladi. Qaytarilgan mablag' 5-10 ish kun ichida yetib boradi deb yozyapti o'yin uchun chipta sotayotgan yagona platforma Ticketmaster sayti. Raqib qanday harakat qilmasin, qanday to'siqlar qo'ymasin, bu bizni ishonchimizni so'ndira olmaydi. Chunki biz bilamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi yuragimiz, faxrimiz va umidimizdir. Ular maydonga chiqsa, biz orqada emas, yonlarida bo'lamiz. Stadionda bo'lmasak-da, yuragimiz, duolarimiz va qo'llab-quvvatlovimiz bilan doim birgamiz. G'alaba yo'lida to'xtash, ortga chekilish degan tushunchalar biz uchun yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham biz termamizga ishonamiz. Olg'a O'zbekiston. Hozirda bizda mana shular eng tezkor va qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston.